Assalomu alaykum aziz ota-onalar va yosh ijodkorlar. G'allaorol tumanidagi 15-sonli bolalar musiqa va san'at maktabidagi tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha qabul boshlandi. Farzandingizning iste'dodini kashf etish, ijodiy qobiliyatini rivojlantirish uchun bizning maktabda barcha sharoitlar mavjud. Farzandingiz biz bilan birgalikda rang-barang orzularini chizadi, ijod olamiga qadam qo'yadi. Faqatgina rasm chizish bilan cheklanib qolmay, amaliy san'at, haykaltaroshlik, kompyuterda turli kompozitsiyalar chizishni o'rganishadi. Musiqa san'at maktabimizni bitirgan o'quvchilar hozirda O'zbekistondagi nufuzli oliygohlarda tahsil olib, ijodlarini davom ettirmoqdalar. Manzil Jizzax viloyati G'allaorol tumani 15-sonli musiqa va san'at maktabi. Tasviriy san'atxonamiz 2-qavat, 205-xonada joylashgan. Bog'lanish uchun quyidagi telefon raqamlariga murojaat qiling.